Rasul, aldamaga bola yaxshi, o'nimini qo'y. Ko'cha ko'rganmisan, nega chiqib ko'rgansan? Turkiyaga borganman men jo'ra. O'zing nerga borgansan? Rossiyaga 2 marta borganman. Voy, sen Peterni aytmasan. Sadakan yurtda chiqib ko'rmagan. Nega borgansiz? Endi men sizlar gapingizni eshitib o'tiribman-da. Biz menda eslatolmasanglar Koreyaga borib keldim. 2 marta. Necha yil? Bir ketdim 3 yil, ikkinchi safarni 5 yil bordim. Gurlanchevadan boshqani bilmaysiz. Nereden bilasiz koreys tilini? Ana shuni aytsaqman. Masalan, men Toshkentga bormadim, o'qiman deb, yuraman deb, Urganchga bormadim. O'zimizning Gurlanda 20 yildan beri tajribali singlimiz bor. Ana shuning yonina boring. Koreys tilini o'rgataman. Koreys tilini Yaxshi qo'shunda. Men unday vajda eshitib o'qidim. Yaxshi, men qarang, shuncha borib keldingiz. Alloh ziyoda qilsin, ham muvajjingiz bor. Buni qozoqqa ketchaq. Men tojikka ketchaqman. Endi fikr o'zgardi. Ya fikr o'zgardi. Uylanib cho'qa ketamiz. Yoshlarimizga mana imkoniyat bo'lib turibdi hozir. Ana hozir adresini boramiz, o'quv markazini ko'rasizlar, sharoitlarni ko'rasizlar, ana undan keyin o'zingiz baho berasiz. Qani ishonch, koreyscha bir vajda bering qani. Hamsahamnida. Xaloga bizlarda koreys tilini o'rgataman deb ustaxonaga olib keldingiz. To'xta, Og'ash terib ustaxona emas, bu ustaxona emas, bularni ko'r, bu ballar. Ketvotir bular. Mana bu qo'l harakatini qiladigan mashqlarimiz bu. Birisi mana bu kubiklarni joy-joyina qo'yish kerak, chiroyli qilib 1 minut vaqt ketadi shuni taxlash uchun. Mana bu bola suvlarda qo'lda, masalan, qo'lda ushlagan vaqt qo'l qaltiramasligi uchun hamma narsaga javob berish kerak bu yoqqa borganda. Arg'ini. Bu balamiz mana qo'lni boltlarni, shaybalarni joy-joyina qo'yish. Zavodlarda shitovlar. Avval zavod, fabrikalarda shitovlar обязательно kerak narsa bu. Mana bu yoqdagi narsamiz. Bu qo'l, bu ham qo'l harakati и mana bu narsamizni ranglari bor. Yashil bilan qizil rang. To'maloqqa to'rtburchakka ana shunday taxlash kerak. Bu ham qo'l harakati. Ama qizlarda ne var Bu qizlarimiz uchun ham taklif etamiz. Bu temir tersak emas. Bu ham qo'l harakatini qiladigan vajlarimiz. Mana bu yerda 3 shoyi bo'ladi. Kattasi, o'rtachasi, kichkinasi bo'ladi. Ana shularni chalkashtirib qo'yibdi buni. Ana buni qo'ygan vaqtda diqqatini bir yerga jamlash uchun qilinadigan narsalar bo'ladi. Bu narsalar yana nerede var Gurlandan boshqa? Bu narsani xudo xolasa Gurlan rayonimizda mana birinchilardan ochildi. Rayonda yo'q degan ana shu narsa shu. Darslar uchun yana qo'shimcha xonalarimiz bor. Xudo xolasa hozir xonalarni ko'rib, xonalardan tanishtirib o'tamiz. Ana bu ders bo'ladigan xonama. Xudo xolasa dars bo'ladigan xonama. Va alaykum salom deb o'quvchilarimiz yana hayron bo'lib turmanglar. Aka bu nima? Bu alfabeti Koreyaning alfabeti bu 24 harfi bo'ladi. Noldan o'rgatadi? Noldan o'rgatiladi. Buni bu madhiyasi, bu gerbi, bu bayrog'i bu Koreyaning. Daskada amaliy. Amaliy bu yerda qiladigan har kunlik etadigan ishlar. Televizorni uchun turibdi. Televizor o'quvchilarimizga xudo xolasa bu yerda bo'lib turgan darsliklarda bog'alarimizga ko'rsatib, ko'zi bilan ko'rib, darsini tayyorlaydi. Koreyaning polniy hayoti, zavodlar, ish. Bu aka bu yerda asosiy vazifa nimadan iborat? Asosiy vazifamiz o'zi Koreyaga boraman deganlar uchun 6 xil viza bo'ladi. 6 xil viza. Bu yerda asosiy qilib beradigan hammasini qilib beradi, lekin hozir bizning yoshlarimizga nima kerak bo'lib turibdi? Ish kerak bo'lib turibdi. Y9 vizasini hammani taklif qilamiz. Y9 vizasi bilan o'qiyman deganlar uchun ana shunday koreys tilini mana shu o'quvchilarimizga o'xshab o'qib, o'rganib borib kelish. Yana nima qoldi? Topik degan nima? Topik deganimiz ham shu. O'qishga boraman degan o'quvchilarimiz bo'lsa ham, Y-Topik vizasini ham tayyorlab berishga, masalan, dokument kerak bo'ladigan bo'lsa, o'qish kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini shu yerda tayyorlab beradi. Aslida noldan boshlab? Noldan boshlab. Ishga ketadiganlar 6 oy to'liq kelish shart. 6 oy to'liq kelish shart. Ekzamindan o'tolmay qolmasa bo'lmaydi. Ekzamindan o'tishga harakat etadi. Amaliysi bo'ladi bu. Ko'rsatib o'tganimizda amaliy. Aqliy to'g'rilashlar bor, qo'l harakatlarini qiladigan ana shu narsalarimiz ham обязательно qilish kerak. Maktab o'quvchilari 1-sinfdan kelaveradi. 1-sinfdan kelaveradi. Vaqt soatini domlalar bilan kelishaveradi. Vaqt soatini o'zlarining vaqtiga qarab to'g'rilaveradi. Bu yerda yana qo'shimcha 8-9 xil fanlar ham bor. Xudo xolasa 10 xil fanni mo'ljallab qo'yibmiz, nasib etsa. Yangi yilga yangi ideya. Toza o'quv markazi. 1000 kishilik, ha? Xudo xolasa 1000 kishi bo'ladi. Shunda biz 6 oy o'qisak ketib bilamizmi Rasul? Ketamiz ona 6 oy zaminda o'qiymiz. Hisoblamayapti yilimiga. Hisoblayapti. 35 yoshimiz hozir. 4 yoshda yetadi, ha? 35 yoshimizdan kakras 19 yoshdan 39 yoshgacha qabul qiladi. Ishga borish uchun. 4 yilimiz bor ekan. Bo'ldi. Asa koreys tilini o'rganaman deganlar manzilda aytib beramizmi ko'chada? Manzilda aytib berasiz.
Sağa o'quvchilarga o'quv markazining manzilini ayting. Gurlanda joylashgan bo'ladi. Pochtaning orqasidan yonboshidan ham kirib kelsa bo'ladi. Bu yoq tarafdan keladi olmasa, sotdan orqasida Ixlos ko'cha 12-joy. Mana bu yerda telefon nomerlarini qo'yamiz. Shular bilan bog'lanib kelaveradilar.